sizga qildilar. Navbatdagi zakazlarni uстановкасini yakunladik. Bular o'zimiz bulovoshini kuklasiga bo'ldi. Bu yerga krashinni NDF'dan oldik. Oqib bo'ldi. Tak. Eshiklarimiz 08 NDF'da bo'lgan. Zamoylari magnitli zamoylardan bo'lgan. Ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerga oynalarimizga toshli oynalar qilib berdik. Bu toshli oynalarni qilib beraveramiz. Bunaqa xizmatlarimiz ham bor. Osha-moshalarimiz 4 tadan qo'yilgan. Atqalatkali bo'lgan, hamma yo'g'i. Ishlarimizni doimiy hamma yo'g'i rezinkalar bilan o'ralgan. Kraskalari matviy bo'lgan, birga bir laklardan 2 silodan sepilgan. Bu tomondagisi ham xuddi shunaqa bir xilda 90 ga 220 eshiklarimiz. Ko'rishingiz mumkin. Kraskalarimiz ham sifatli kraskalardan sepiladi. 4 silo kraska bo'ladi. Krashinning ishlarimizda 4 silo kraska bo'ladi. Kraskadan oldin gruntovka sepiladi. 2 silo gruntovka 2 silo gruntovkadan keyin 4 silo kraska bo'ladi. Hamma yo'g'i kraskalar tugagandan keyin birga bir lakimiz bor, sifatli Eron lakimizdan 2 silo lak sepiladi u kraskaning ustidan. Bu tarafga hozir o'rnatgan joyimizni boshqa tomoniga o'tdik. Bu tarafga yopiq holatda bo'lgan xuddi krashinning eshiklarimizda просто oynasi yo'q, yopiq holatda bo'lgan. Tak, bularimizni yopiq NDF'larimizni ichlari polnistda reka bilan qoplanadi. Ichi polni reka bo'ladi, to'liq reka bilan o'raladi. Shunga osha-moshalardan 4 tadan qilamiz. Yengil eshiklarni ozgina osha-mosha ham ko'tara oladi. Biznikilarni og'ir ichi to'liq reka bo'lganiga osha-mosha 4 tadan qo'yamiz. Ochilib yopilishlarini ko'rishingiz mumkin. Zamoylarimizga osha-moshalarga garantiya beramiz. Bularda atrofi polnisti va rezinkalar bilan o'raladi har bitta ishimiz. Ichlariga ham mayda tolali tabrikov rekada o'raymiz. Rekaning ham ahamiyati bor. Buning ichida NDF'da ichida turgan rekani ahamiyati bor. Mayda tolali tabrikov degan rekamiz bor. Ana shu reka bilan bir-biriga jipslashib ketadi garantiya preskrekanimizda. Shu rekasidan ahamiyat bersa, rekasiga ham ahamiyat berish kerak buni. Bu ishlarimizni har bittasiga eshiklarimizga 20-25 yil garantiya beramiz. Zapchasiga hech kim garantiya bermaydi. Biz zapchasini ham sifatligidan qo'yganimizga biz zapchasiga ham garantiya beramiz. Bu yerlariga ham mana alkafondan qo'yilgan. Alkafon qo'yiladi. Bu yerlarga ham qalinidan Akfa, NDF hamma turdagi eshik romlarni yog'och, Akfa, NDF plaslarga ham eshik romlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar, sifatli qilib, yaxshi qilib beramiz. Ketdi. Bitta eshigimiz obzorini qilib qisqarib ketdi. Bu yerga 2 qanotli qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu ham oynalik. O oynalarni matviy qilib berganmiz. Toshli oynalarning xizmatida bu ham bor mana. Tosh to'rniga bunaqa matviy qilib ichkari ko'rinmaydigan qilib ham qilib beraveramiz. Eshiklardan tashqari oyna xizmati bo'lsa, oyna xizmatimiz ham bor. Tosh bunaqa matviy qog'ozdan yopishtirib qilib beraveramiz. Pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar, sifatli, xudo xolasa yaxshi qilib beramiz.